Bitcoin narxi kelasi bir necha hafta ichida 100 ming dollardan yuqoriga chiqishi uchun 3 ta sabab. Demak, birinchisi, kripto birjalarda bitcoinlarning soni kamayib, shaxsiy hamyonlarda ko'payib bormoqda. Ya'ni, uzoq muddatli investorlar o'zlariga tegishli bitcoinlarni birjadan chiqarib, o'zlarining hamyonlarida saqlamoqda. Bu degani ularni yaqin orada sotish niyati yo'q va natijada bozorda taklif kamayib, narxi o'sishiga ta'sir qiladi. Ikkinchi sabab, Amerika Markaziy banki rahbari Jerome Powell bir necha hafta oldin AQShdagi banklarga o'z mijozlari uchun kriptovalyutalarda xizmat ko'rsatishlariga to'liq ruxsat berdi. Endi bu degani oddiy insonlar ham bankdan kriptovalyuta sotib olishlari mumkin degani. Natijada talab o'sadi va tabiiyki narx ham o'sadi. Va uchinchi, ko'pchilikning e'tiborida chetda qolgan sabab, Bitcoin ETF savdolari uchun kiruvchi pul oqimi so'nggi bir oy ichida eng yuqori darajaga yetdi va bu davomli bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki narx yana ko'tariladi. Agar siz shu kabi ma'lumotlarni qanday topishni, kriptovalyuta bo'yicha fundamental analiz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, 10 kundan keyin bo'lib o'tadigan bepul vebinarimiz uchun ro'yxatdan o'ting. Bosh sahifadagi link orqali murojaat qiling.